Alemi rüküye bargan uçurdağı tasbihdin to'g'ri aytilishi. Dag'i bir ayet o'qiymiz. Subhanakallahumma va bihamdik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Bugungi saqta biz namozdagi duo jana tasbihlarni to'g'ri aytib o'rganamiz. Sebebi namazımız jo'g'orqi dengelde bolusu üçün andagi so'zlarni to'g'ri aytuvdagi shart qilinadi. Eng ele birinchi biz namozda Allohu akbar deb takbir bilan boshlaymiz. Bu Allohu akbar degan so'z ma'nosi Allah eng ulug'. Ayrim uchurlarda Allohu akbar deb ba tabishdan keyin alif qo'shilib qoladi. O'shanday ayrim uchurlarda Allohu akbar deb akbar sözünün başındaki hamza tıbışı sozulup kalattığı neticede Allah en ulu bu degen ma'no çıgat. Oşo sebepten ummatı körüçüler namazımız jaraksız bolup kalırsından saqtanıp Allah akbar sözünde ba tıbışın sozboston surolu hamzanı qo'shboston aytib kerak. Alemi namazı başlagandan keyin sanani o'qiymiz. To'g'ri qo'shim bundaycha. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Dag'i bir ayet o'qiymiz. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Wa ta'ala sözünde ayn tıbışın taq çıkarıp jana lamdan keyingi alifni sozuv kerak. Ve ta'ala jadduka emas balkim ve ta'ala jadduka ve la ilaha gayruk. Alemi rüküye bargan uçurdağı tasbihdin to'g'ri aytilishi Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim deb aytuv. Subhana sözündeki ha tıbışını taq to'g'ri chiqaruv kerak. Taqta aytganda tamoqning o'rtasidan Subhana, Subhana tamoqdan ildidan chiqqan ha menen emas balkim je xo'g'almashtirib subhana emas balkim subhana, subhana deb aytuv to'g'risi. O'shanda ile al-azim sözündeki zo tıbışın jo'g'ini aytib kerak. Agarda zo tıbışı ichki aytilib subhana robbiyal azim deb aytilib qolsanda bu so'zdan men bekam niyat qilgan Robbimning tozalig'ini bayandayman degan ma'no chiqadi. Oşo sebepten to'g'ri aytilusi Subhana robbiyal azim deb aytuv. Alam biz rukdan turgan uchurda Sami'allohu liman hamidah deb aytamiz. Sami'a sözündeki ayn tıbışın taq to'g'ri açıqta aytganda tamoqning o'rtasidan chiqaruv kerak. Ayn tıbışı ko'pchilik tillarda kezdeshmagan sebepten ayn tıbışın biz hamza tıbışını aylandırıp Sami'allohu liman hamidah deb aytamiz. Javob bo'lsa ya tıbışını aylandırıp Samiyallohu liman hamidah deb aytib qo'yamiz. O'sha sebepten aynni taq to'liq to'g'ri chiqaruvga harakat qilish kerak. Sami'allohu, Sami'allohu liman hamidah. O'shandayla dabir ko'ngil buradigan narsa hamidah sözündeki ha tıbışın jo'g'ida aytib o'tganday tamoqning o'rtasidan chiqaruv kerak. Negizidan bu Sami'allohu liman hamidah degan so'zning ma'nosi kim Allohni maqtasa ana Allah uqdi degan ma'ni. Agarda hamida so'zindagi ha tıbışı to'liq chiqarilmay hamenen aytilib qolsa Sami'allohu liman hamidah deb. Anda bu so'zdan Allah saqtasin kim Allohni o'chirsa ana Allah uqdi degan ma'ni chiqadi. Jana ayrim uchurlarda hamida sözün ayağındaki ha tıbışı chiqarilmay Sami'allohu liman hamida, hamida deb aytilgan uchurlardagi kezdeshadi. O'shandalar rüküdan Sami'allohu liman hamida deb turgandan keyin Robbana lakal hamd deb aytamiz. Bu so'z ma'nosi o ega biz bardiq maqtovlar sag'ag'ana. Agarda jo'g'ida aytib o'tganday alhamd sözündeki ha tıbışı ha tıbışına aylanıp qalsanda bu sözden o ege biz bardiq o'chuvlar sag'ag'ana degan ma'no chiqadi. O'shandan ha tıbışını taq to'g'ri chiqarib açıqta aytganda tamoqning o'rtasidan chiqarib Robbana lakal hamd, Robbana lakal hamd deb aytuvga
аракет кылуубуз керек. Эми сайдага баргандагы тасбихти туура айтууга көңүл бурабыз. Сайдага барган учурда Субхана Rabbiyal A'la деп айтылат. Al-A'la деп айын тыбышыны толук чыгаруу керек. Субхана Rabbiyal A'la эмес, балким Субхана Rabbiyal A'la. Аллах Таалам барыбызга намазды жогорку деңгээлде тургузуп, андагы сөздөрдү туура так айтууга жардам берсин.